$155 ming qo'ygan edik. Nijilo joyimizni Hasanboyga kelganmizda taxminan betonkadan 500 metr masofa bo'lyapti. 2,5 sotuvga tushganini mana siz taniyamiz. Taxminan 500 kvadratli maydoni bor. Podval bor 140 kvadrat, birinchi etaj, ikkinchi etajli bor. Xonalarga ajratib tashlangan. Bu yerdan bemalol unumli foydalansa bo'ladi. Hammasini arendaga berib yuborsa, zo'r soqqani qiladigan joyi biznesmen aka-ukalarni diqqatiga. Ko'rasizlar, mana bu yoqda bitta oshxona ishlab turuvdi. Endi hozir sotuvga chiqqanlik hisobiga to'xtatildi. Bu yoqda do'kon ishlab turibdi. Tepada masalan ofis qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki qanaqadir o'quv markazi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Endi bu o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlarga to'g'ri keladigan biznesni bu yerda bemalol yurg'izsa bo'ladi. Birinchi liniyada joylashgan. Bu yog'i Hasanboyga kirib ketilyapti. Mana bu yoqda mana bunaqa elektromobillar uchun elektrostansiyalarga qilib qo'yilgan. Bulardan ham pul kelib turibdi, xudo xolisa. Endi bir bu yoqda do'kon bor. Oldida mana parkovka, eng asosiysi parkovkaga joy vaqti bemalol bo'lyapti. Bu yoqda mana oshxona, mana bu yerda bemalol o'tiradigan joyi bor. Bu yoq tarafda o'sha osh-ovqatlarni pishiradigan joy bor. Podval ham bor, tepa qavatda xonalarga ajratib qo'yilgan. Bu yerdan bemalol unumli foydalansa bo'ladi. $155 ming bu joyni qo'yuvdik. Hozir $140 ming narxini tushirdik. Ayrim bir sabablarga ko'ra rosa odam keldi, lekin bu yerda cho'ta sodasi pishmay qoldi. O'shani hisobiga balki sizga nasib qilgandir mana shu joy. Ulgurib qoladigan joyi narxi vash ishkalat narxida bo'ldi. Reklama xizmati kimgadir kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz reklama uchun ham. Aloqaga chiqaveringlar, inshaalloh chiroyli narxida barakasini qilib olsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.